siz doimiy daromadlar egasiga aylanasiz haqiqatdan ham, lekin siz bunday daromadlarni olish uchun kun davomida 2 soat va bu 2 soat vaqtni o'zingizga moslashtirib olasiz. Qachon vaqtingiz bo'lsa, o'sha vaqtda bu faoliyatni olib borasiz. Bu yerda sizga sovg'alar keladi. Sovg'alar bu sizga kelayotgan daromadlar hisoblanadi. Daromadlar qatorlardan, insonlardan keladi. Qatorlar bor 7 ta. Har bir qatorda doimiy sovg'a olish imkoniyati bor. Birinchi qatordan sizga 150 ming so'mdan 8 marta olish imkoniyati, ikkinchi qatordan esa sizga 450 ming so'mdan 8 marta olish imkoniyati. Savol tug'iladi, men 8 martadan oldim, 8 martadan olsam bo'ladimi? Albatta, men bekorga ekranni ulamadim. Haqiqatan o'zimda shaxsan